ishlash prinsipi xuddi shu. Teploobmenligimiz bo'lsa, teploobmen asosimizda har doim ichiga qarasa, teploobmenlikka mana misol uchun o'zimizning gaz kacholiga nisbatan teploobmen bizning gaz kacholarimiz kichik bo'lsa, hisob kitob kilovatiga to'g'ri chiqargan bo'lsa, teploobmen asosimizni teploobmenligimiz har doim kilovati juda yuqori katta hisoblanadi. Chunki 40 talik misol uchun anaqa teploobmen asosida 50 talik, 55 talik yoki 60 talik bemalol teploobmen bo'ladi. Qancha katta bo'lsa, shuncha yaxshi. ishlash ham bez problem degan. Keyin teploobmen asosimiz yana eng nozil tarafdan bittasi, mana misol uchun mana yo'liga bo'linsiz qo'yib primo ulasa bo'ladimi degan ko'pchilik bo'ladi. Lekin mana shunaqa primo ulab bo'lib bizga mana nakapitelniy mana chastimiz biz bo'lmasdan primo qisib qiladigan bo'lsa, mana to'plik qo'l bormi, batareya bormi, hech qanaqa zaporni kran qo'yish mumkin emas bo'ladi. Zaporni kran qo'yish mumkin emaski, chunki mana hozir hammamiz aytganimizdek, teploobmen asos ichida juda katta tezlikda katta suv aylantiradi. Tez chiqadi. Sirkulyatsiyasi tez katta bo'lgandan hisobiga, ichida katta kilovat suv yurgandan hisobiga, unga hech qanaqa yo'lda to'sqinlik qilish kerak emas. Avvalgi sostavni nima qilasiz? Avvalgi sostavni birinchi o'rinda o'zini o'zi o'chiradi, ashibga tushiradi. Men qilganimcha. Mengacha teploobmen asosi shunaqa xavfsizligi shunaqangi o'ylanganki, Malaysia nagruzkada Malaysia algoritmi ashunaqada bizirsa, или не to'g'ri bo'lsa, ashibga tushirib o'zini-o'zidan xabar beradi. Чувствительный. Keyin bu sistema mana bu sistema deganda ertibetdan kechga chiqib qoldi. Qilmagan YouTube'ni butun qo'ydi. Ochib qo'ydi. Ya'ni o'sha davrini yo'q-ku. Sirasi o'chib qo'yadi. Chunki xuddi katta o'chirib o'tamagan mana davrini o'sha narsasi bor. Ana o'sha suv yoki unaqa. Yo'q, mana sistemaga pastda suv bo'ladi, qayerda bo'ladi? Priyon asos anaqa ichida 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 bu sistemamiz biza suvda qilamiz. Nima deydi? Mana qaranglar, bolalar, mana noldan. Teploobmen asosi, isitish, sovutish mana tizimimizda, sistemamizda. Yo'q, hop, isitish, sovutish degani ham hamma aniq mumkin emas, lekin bitta momentda yo'q, mumkin emas. Mumkin nimasi? Poldan isitish, sovutish mumkin emas. Buni hamma biladi, hamma rozi. Agarda biz misol uchun klient mijozimiz chiqib turib, uyimni sovutadi ekan, bu sovutish xususiyatiga ega ekan. Da sovutishga hisoblansa, misol biza, chunki bu 4 kilovat deganimiz, misol uchun 4 kilovat misol 1 kilovat bu tok olsa, 4 kilovat bizga issiqlik beradi. 4 kilovat elektristik emas. Yo'q. Temperatura 20 dan tushib ketganda ishlamaydi bo'lsa-ku. Yo'q, bu mana biladi o'zi. Koeffitsiyenti bor. Mana подключение qildi, ishlayapti yo'q. Misol uchun перегрев qoldi. Hop. Перегрев bo'lish birinchi sababi. Bu mana shu liniyasi bor. Yo'q, katta bir ekranda bor, katta bir yoki xalaqit berayotgan narsasi bor. Keyin перегревga tushmaslik uchun agarda mana ukam chizganda mana o'zi kirib aylantiradigan shu bo'llarimiz bo'lmasa, buni primo sistemaga bo'lingan bo'lsa, mana sistemamizdagi suvning hajmi eng kami 80 litr bo'lishi kerak. Shundan kelib chiqishimiz kerak. 80 litr. 80 litr. Mana tezlikni topib chiqadi. Mana teploobmen asos, shunaqa trassamiz bor. Trassamizdagi litr suvning hajmi eng kami 80 bo'lishi kerak. O'rtacha emas, eng kami o'rtachasi. Agar 80 dan litrdan misol uchun kam bo'lsa 70-65 bo'lsa, bu degani teploobmen asos ishlamaydi degani. Yo'q, ishlaydi. Mana tezligini agar 80 dan kam bo'lsa, mana yana to'xtang. Bo'lib, o'sha gapingizni qoldirib ushlab turingda, yarda chistotni nasos turibdi. O'sha imini suvni tezligini, oqimini legal qilib turadi bu. To'g'rimi, chistotni nasos? Oqim qilgan bilan uni minimalniy predeli baribir katta-da, yo'q. Minimalniy skorosti ham baland, uni. Eng pastki balandligi hisobiga suv ko'p bo'lishi kerak. Katta suv bo'lsa, kam litr suv bo'lsa ham bo'lmaydi. Shuning uchun agarda bo'tga adadlik tezliklarga kam bo'lgandan keyin issiq qoladi. Agar sistema mana 80 litr sistema suv aylanishimiz 80 litr bo'lsa, 80 va undan yuqori bo'lsa, menga hech qanaqa zaporni kran qo'ymaymiz, to'plik bo'ldi. Agar to'plik bo'lib bo'lsa, boshqa kranlardan o'chirib yoqib nima qilamiz? Biz baribir o'ylab shuni balandroq, pastroq qilib avtomatik qo'yib nima qiladigan bo'lsak, yo'lga bo'lib ulashimiz kerak qadar jabratni 80 litrga. Bundan kirib, mana buniki ob'yom bo'lishi kerak. Mana bu ob'yom yoki ilish mana uchta liniyadan to'plik bo'ldi. Ikkasini yopib qo'ysa, konflikt ketmasligi uchun mana bundan aylanadi. Yoki gidroselka qo'yamiz. Katta. Gidroselka qo'yish kerak bo'ladi. Ana o'shanda bu yo'q qo'ygan. Nimaga 80 litr suv yo'q edi-yu? Xuddi nimani qo'ygan edi, kattakon qilib. Nimaga 80 litr suv? O'shaga solib qo'yinglar. Endi rostdan gapingiz ko'rgan suv bor edi. Boshqadan kelibdi. O'zimiz uchun. Hozir shunaqa Jalolbek qo'shig'ini shu kravatlarni yozib nechtada suv kelib hozir bak tushirgan bilan qarang, bolalar buni ko'rib tushunib olgandan keyin primoga o'tadi hamma. Tushunib oldim deydi-da, primoga o'tadi. Lekin bolalar adashib qolmaslik, adashib qolish ehtimolimiz o'zimizni riskga oldimizda olish uchun o'zimizga tinchlik kerak. 3 qilib qo'ysak, qaysidir parametr rashodda qattiq adashib qolsak, shuncha palon milli qo'yib qo'ygan narsaga yana shuncha milli misol uchun qo'shilib bo'lib 300 litrligi 300 litr olib turgan. Men bilganim. Где-то $1000 atrofida-da.
hozir buni qo'yib yasab уже zavodgandan keyin уже temperatura chiqsa kursini bo'lib Siz gapingizni tushundim. bizga xatar bo'lmaydi. Voy boring bo'ldi. Git qolishmasin. Chiqib ishib ketmayapti. Shunda to'g'ri chiqadi. Masalan, 100 kvadratiga 8 yoki 8 da 8 bitta pasida birga bir to'g'ri keladi. Ya'ni 100 taliga 10 talik hisoblanadi. Mana shu bizda teplovni asosida 100 taliga bitta pasta 8 mi 8 hisoblanadi. Yoki 150 ta 200 kvadrat joy bo'lsa 20 talik kotol hisoblanadi. Birga bir hisoblansa, atak buni bitta pasta 18 mi 18 talik qo'yiladi. Sababki bunaqasi teploy motions balandligi hisobiga 200 kvadratga 18 talik. Shundan to'g'ri bo'ladi. Mana shundan to'g'ri hisoblangan. 100 ga 28 25 ham chiqaveradi. Siz unaqa hisoblamaydi. Siz mana rast shunaqa aytyapsizmi? Hozir bu boshqa tema bo'lib qoldi. Siz aytayotganingiz boshqa tema bo'lib qoldi. Bitta pastga aytyapsiz. Nimadan kelib chiqib bitta pastga aytyapsiz? Modelni radi bor, показанияsi. Misol uchun mana qani 5 7 10 15 20 ketadi-yu, oshib ketaveradi-yu, motionsi. Nominalniy motionsi. Shu nominalniy motionsi birga bir to'g'ri kelgan joyda 2 kvadrat joy agar material izolyatsiyasi yaxshi bo'lsa, uy talabga yaqinroq javob bersa, 100% javob bermaydi. Yaqinroq javob beradigan holatni ko'rib turgan bo'lsangiz, 200 kvadrat joyga siz 18 talik 18 yoki 17 bo'lsa 17 ni bitta pas Men shunda aytayotganingizni tushundim. Mana shu 200 nechiga bo'lyapsiz? Nechiga bo'lgan? 285 ga chiqadi. 285 ga. 200 dan 15 olib tashlang. Shunaqa bo'ladimi? 200 dan 15 olib. 1.7. 1.7 o'zi, значит 17 to'g'ri kelyapti. 85%. Hammasini 85%. 85% ga bo'linadi. To'ppa-to'g'ri. Oddiylik 320 kvadratlik xonadon yoki ofis. Bu bo'lamiz tak. Shu 15% olib tashlang. 0.85 foizga 272 bo'lib qoldi. 27 talik. Menimcha Teplopaterasi to'g'ri kelganda, to'g'riga bir Shunday shaklar bilan ko'chib ketsa atesh qilmaymiz. Endi xuddi shu sistemada bo'lib qo'yiladi mana. O'shani hisoblaymiz bizga. Chiqadi. Nechtaligi necha metrgacha bo'lib qo'yish kerak. Nechtalik necha litr deganingiz endi agar sistema bo'lib qo'ygan bo'lsa, teplovni asosi eng kichkina bo'ladi 80 dan boshlanadi. O'shani xuddi shunaqa tushuntirib yozib. Misol uchun mana 50 gradus kuch bilan biz 100 litr suvni qancha vaqtda isitamiz? Har doim hisoblab 1 soatga bo'ladi. Zimekalar ham 1 soat uchun mo'ljallangan. Dug' zimekalar yarim soat. 1 soat hisobida 100 litrga 8 kilovat 50 gradusda. 8 kilovat motion bersangiz 1 soatda isitadi. Endi 100 litr suvni yarim soatda isitish uchun 16 kilovat energiya kerak. Yarim soat isitib qo'yadi suvni. 100 litrli suvni bo'ladi. Endi qarang siz, bu teplovoy nasosingiz 8 kilovat bo'lsa, hayotda bu 8 kilovat bo'lmaydi. Любой котел ham shunaqa. Boshqa aytib 8 kilovat bo'lsa, boshqa Yo'q. Teplovoy nasos bizda eng kichkinasi допустим 6 kilovatda 24 kilovatgacha bor. 6 kilovatda 24. 6 kilovatli teplovoy nasosni siz 100 litrli boyler isitish uchun qo'yadigan bo'lsangiz, bu 1 soatdan sal oshiqroq vaqtda isitadi. Chunki 1 soat isitish uchun 8 kilovat kerak. Isitmaydi emas, isitadi, faqat vaqt uzayadi. Bu fen yo'q uchun qo'yibdi. Bu fen yo'q. men tushuntirib beraman boshqa. Tushunmaganinglarni. Bolalar, men 30 talik teplovoy nasos 80 litrning normasini chiqardim. O'zi esingizdan chiqmasin. Bu yerda endi 10 ga tushdinglarmi? Bu yerda teplovoy nasos hozir misol uchun 10 litr, hozir 10 talik bo'lsa, 10 kilovatli bo'lsa necha dedim? 50. So'lcha kuchli bo'lsa 50. Aka qolmadi. Uzoq ekan. 10 taliga bolalar, men 50 dedimmi? 50 deganim Masala aytdimki boshqa qanaqa hisob qilsanglar ham mana shu teplovoy nasosdan chiqayotgan mana shu zimeka mana shu liniyasida 30 talik teplovoy nasos bo'lsa, men bitta hech qanaqa 80 chiqmaydi dedim. Bizda chiqara olmaganimiz uchun. Nobotdagi katta tepla suvimiz, tepla nasosini katta tezlikda suv aylanib, tez temperatura katta quvvat aylangani uchun mana shu sistemamizdagi suvni hajmi 30 talik bo'lsa, 80 bo'ladi. 10 talik teplovoy nasos qo'ysak, oddiy hisob kitobimizda 50 litr suv bo'lish kerak. Mana shu narsa taktavaniga tushmasligi uchun. Bez tepla akkumulyator. Bez tepla busiz, mana ma'muni ichidagi faqat podacha obrotkani ichidagi. Agarda biz antifriz qilsak, antifrizni ham biz hisoblashimiz kerak. Siz qanaqa hisob kitob qilasiz? Agar shunaqa men hisob kitob qilishdan oldin menga zavod bergan kitobining ichida instruksiyasida o'ta показанияsi bor-da. Har bitta kilovat vatigacha o'tda yozilgan. Anaqa eng minimalniy haqida gapirdingiz. Eng minimalniy necha? Boshqa aytaychi. Eng minimalniy haqida. Eng minimalnigi mana 10 talik teplovoy nasosga 40 dan 50 litr. 50 litrgacha. Siz endi qanaqa rasyon olasiz shunga? Qanaqa rasyon olasiz? Mana podacha obrotka turgan. Diametr bormi? ichidagi diametrdan litr chiqadi. Oson. Necha metr turbani, necha diametr, necha litr suv bo'lishi. Ana endi shuni biz mana shu trassamizni o'lchaymiz. Buning ichida qancha suv chiqishi kilovat
diametr kilovatdan necha litr suv chiqadi arzimaydi. Suv chiqmaydi zmeykamizdan. Yo'q, mana zmeykani ichidagi asosiy mana podacha обратный trassada hisoblanishi. Asosiy Qancha kelayotgan qancha distansiyada qo'yishingiz kerak o'sha 50 litr suv chiqadi. diametrdan kelib chiqasiz, qancha uzoq bo'lsa shuncha hajm bo'ladi. Qancha agar uzoq bo'lib hajm bo'lsa, ikkita antsirkulyatsion nasos qo'shilish ehtimoli bor. Bo'layotgan mana shu sistemaga kelib turibsiz. Men tushuntirganim, mana shu zmeykani ichidagi ob'yom suvimiz to'g'ri kelish kerak faqat. Bo'ldi. Faqat zmeykalik emas, u to'pni tushunmadingiz? Yo'q, to'pni qo'shlankangiz mana boiler ma'mullardan ketyapti. Bittasi fabrikaga, bittasi отопление ketyapti. Ana endi siz tushundingiz. Mana teplo akkumulyator yo'q bo'lsa. Qaysi? Agarda teplo akkumulyator bo'lmasdan mana buni primo ulasanglar, sistemaga primo ulasanglar, nasos страхи риск. Mana buni обязательно уже точно qarash kerak, hisoblash kerak bo'ladi. Bu narsa normativ ushlash kerak. Mana bu degani hozir siz boshqa tomondan tushuntiryapsiz. Men tushunmayotgan narsani siz tushuntirib bermoqchiman. Adashib ketyapsiz. To'g'ri aytganda siz yetkazib olib berolmaysiz. Bu degani mana deylik, haligi turba bor-ku, kerak bo'lsa agar distansiyasi kichkina bo'lsa, mana shunaqa qalinlik turbada olib qo'yish kerak ekan. 63 likdan olib o'tishingiz kerak ekan. Ichidagi degani o'shani hisob kitobini qilishingiz kerak edi hozir. Ichidagi 50 litr bo'lish uchun, masalan, 10 metr bo'lish kerakmi, 5 metr bo'lish kerakmi? O'shanga qarab turib, mana diametr kattalashadi. Yo'q, diametr kattalashtirasiz. Yo'q, distansiyani uzoqlashtirasiz. Yo'q, distansiya, yo'q, diametr, yo'qki, yo'lga kichkina bir Hisob kitob qilish kerak. qo'shimcha shu kichkina litrajni yetkazish uchun agarda biz trassamiz kalta bo'lsa, turbamiz diametri ограниченный bo'lsa, yo'q kaltada o'lka siz 200 talik qo'yib qo'yamizda. Yo'lini sun'iy biz sistemani ko'paytiramiz. Podacha necha o'ldirishini, mana podachasini, podachasini marta uzib, krandan qo'yib, bu Aristondagi bu bez 120 ekalik bez to'ppa-to'p bilimli bo'ladi. Oddiy bochka bo'lib hisoblab, bochkani tashlashtiradi. Qanaqa tashlasiz? Bu to'g'ri keyincha lekin bu nima ish bajaradi? Bu mana buni ichidagi yetmayotgan suvni kompensatsiyaga qo'yiladi. Yetmaganmi, masalan? Mana podacha, mana shu podacha, mana shu yerdan ichida yuradi. Misol uchun antiviz qo'ydi. Antiviz yuradi. Bu обратkaga yonkis qo'yamiz. Без ничего. Но bu yonkisimizni biz dano ishlamatir, separator, защита qo'yamiz, hamma gidrostrelkaga sodda, arzon variant qilib, gidrostrelka sifat qilib, просто kirish qilib, mana tepadan kirish, pastdan chiqish qilib, mana tepadan plastikdan qilib, oddiy qilib o'tib ketib, shu obratga yo'liga qo'yib o'tib ketsa, bu bizning sistemamizning qo'shimcha himoyasiga, qo'shimcha himoyasi ham bo'ladi. Emas, suv qilaman desam, kitobingizda nima yo'zilgan desa, bu surpriz bo'ladi bizga. Chunki biz kitobiga javob beramiz, javob bera olamiz, lekin mana bunaqa noqulaylik, bu qo'shimcha servis talab qiladi. Biz maksimal darajada ishlatmasligimiz kerak, и tavsiya ham berishimiz kerak emas. Agarda bizga mijozlarimiz, klientlarimiz kelib turib, kitob qanaqa, talab, nima desa, misol uchun men xolisona majburman aytishimga. Kitobida ustasi sizdan xohlasangiz ham xohlamasangz ham har 6 oy xabar olib turish kerak, regularniy. Keyin har 6 oy xabar olganda siz esingizda aniq bilishingiz kerak, necha marta svet o'chdi, necha marta sistemangizni to'liq o'chirib yoqdingiz. Mana shu restart deydi-ku. Men tavsiya bermayman, usta bo'lib, birinchisi teploprovodimiz, suvdan ko'ra past. И suyuqligi, nima deydi? Tik o'chish. KPDS suvdan issiqlik berishi pastroq, akkumulyatsiya mana shu olib berishi и tikuchisi ana suyuqligi o'ta yuqori. Suvning nanuchili teshikni kechirib ustidan o'tib ketadi. Mayli. Ko'rinmaydigan teshikdan u ko'rinib, mana menda chiqib turadi, surpriz dodasini beradi. Demak, servis bilan sun'iy hamjihatlikda maslahat bilan birga ishlash kerak. To'ppa-to'g'ri.